Barcha telefonlar uchun universal nabor. Cho'ntagingizga solib yurasiz yoki sumkangizga solib yurasiz. Ko'rinishini qarang, bitta ko'ring. Qarang qancha narsasi bor ichida. Xo'p, mana bu joyda mana bunaqa qurilmasi bor. SIM karta solib yursangiz bo'ladi, fleshka solib yursangiz bo'ladi, nano SIM, keyin bitta mana bunaqa kabeli bor. Xo'p, iPhone perixatnigi bor, Type-C perixatnigi bor, SIM karta chiqargichlari bor ichida. Buni hozir bitta ochib hammasini bitta ko'rsatib o'taman. Qarang, birinchi naborni ko'rsataman. USB mana bir tomoni USB bo'ladi, bir tomoni Type-C bo'ladi. Ya'ni Type-C kabelingizni USB kabelga aylantirib beradi. Xo'p, ikkinchi nabor Type-C bo'ladi, bir tomoni Type-C bo'ladi, bir tomoni iPhone bo'ladi. Type-C kabelingizni Lightningga aylantirib beradi. Uchinchisi Type-C bir tomoni Type-C bo'ladi, Type-C kabelingizni Androidga aylantirib beradi. Mikroga aylantirib beradi. Mikro USB ga. To'rtinchisi bu USB kabel. Type-C portli USB kabel. Boyagi perixatniklar orqali buni xohlagan USB ga aylantirishingiz mumkin suqib. Hammasini suqib chiqsangiz har xil tusga kiradi. Xohlagan telefoningizga ishlash imkoniyatini beradi. Va mana SIM karta chiqargichi bor. Mana shunaqa akkuratniy holatda turadi. Fleshga qo'yasiz, SIM karta qo'yasiz, solib qo'yasiz ichiga hammasini. Solib qo'yasiz. Mana bo'ldi. Olib yuraverasiz. Cho'ntagingizga solib. Yana bitta qulay tomoni bor. Pastavka vazifasini bajaradi orqa tomoni. Ko'rsataman uni ham. Qarang, orqa tomoni ochildi. Telefoningizni qo'yib, любой joyda pastavka vazifasida ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana ko'ryapsiz? Любой joyga qadab qo'ysangiz bo'ladi, stollar ustiga. Yana shunday bukib qo'yib, yopib qo'yasiz, bo'ldi o'zini. Bo'ldi, yopildi mana. Akkuratniy holat. Ushbu qurilmamiz hamma telefonlarga bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 70 ming so'm. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Do'konimizga kelib xarid qilsangiz ham bo'ladi yoki yetkazib berish xizmatlari ham mavjud.